Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Mana kelayotgan yangi yil bayramlaringiz muborak bo'lsin. Yaqin qoldi-na 3-4 kun. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan görüşüp turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Bugungi chiqishimizning sababchisi mana shu tar bo'ladi. Buni esingizda bo'lsa, ozgina bir chalib millatib mediatorni urib chalganmandir, devalasi yo'q qo'yib. Shuni vaqtimiz bo'lmadi, biz zapis qilib sizlarga ko'rsatish uchun ham ESM iltimos qildi. Bu tar bilsangiz, Nihol mukofoti sovrindori Dilmurod Sultonov yaqinda yasab berdim, bir Haji bova sovg'a qildi. Shuni sheriki bu Hasan O'sanda 35 yil qurutilganina qarayib ketgan. Tutdan ikincisi ovozini eshitasizlar buni hozir. Şuna bir Ali Kambar köyünü çalıp bering dedi, şu Mahmudjon ağamız o'zi Toshkentda turadilar, Xorazmda. Shu tarlar buyursa yaxshi kun to'ylarda chaling, o'zlari san'atkor emas. Biroz shunday antikvar narsalarga qiziqadi, chalib ham biladi ozin ko'pin. Uyine ulug' san'atkorlar borganda chalsanglar, ertaga jo'natib yuboramiz. Ali Kambar köyünü çalıp bering, şu taza tarda deb iltimos qildilar ham. Kazakistan, Türkistan'dan bir atakan var. Uyam iltimos qildi, şu Ali Kambar köyünü çalıp bering, o'rganamiz biz adab. Endi men nota bo'yicha o'rganmayman da, eshitib o'rganganman. Kamchiligi bo'lsa lekin ayıpga buyurmaysa koldan gelyancha çalıp beramiz. Kollar hamida kilay yapışıp yattı, bu siyme ilişadi, başka bo'ladi. Usta bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Hozir çalıp beramaydi, ovozini eshitasizlar. Yine ovozi.
toşunu farta. Mana dengiz sadaflari bilan hamrohang tarzda bo'yamlar. Ko'ringlar do'stlar. Shu qaramtilla shu dengizniki aralashida bellari. Yine quloqlari ham boshqacha nimada. Bu ham dengizniki shu qaralar o'rtada. Yine qo'ldan kelganicha shuni o'xshatib yasadik buni. Hasan Husayn bo'ldi-da endi bu tarla shu buyursin. Shu nasibasi bor ekan shu og'amizni. Qo'ydi bu tomonlari. Arkaları ham chiroyli. Zo'rina ovozi açılıp boraveradi da buni. Qo'ldan kelgancha chaldik, Alikambarni kamchiligi bo'lsa uzr deb qo'yamiz. Shu ko'rib tomosha qilib o'tirgan do'stlarimizning uylarida yaxshi to'ylar, yaxshi kunlar bo'laversin, shunday tarlar jaranglab turaversin. Usta san'atkorlar, yosh san'atkorlar ijrosida yangi yillar baxt, saodat, omad olib kelsin hammamizga. To'y yili, yaxshilik yili bo'lsa, ish qilib, tinchlik bo'lsin. Hammamiz Allohning panohida bo'laylik. Yana ki videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.